Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarimiz, eson-omonmisizlar, charchamay yuribsizlarmi, sog' salomatmisizlar. Bilaman, o'zbegimni to'y hashamlari juda ko'p, sababi o'zbek xalqi shunday bir mehmondo'st va albatta ma'rakalari juda ko'pligi sababli yangi proyektga qo'l urdik. Proyektimiz shundan iboratki, bilaman, kimni uyiga ma'rakaga borsak agar qazon o'choq yo bo'lmasa samor yo bo'lmasa nimadir problema bo'ladi, shuni bartaraf qilgan holda biza mana shunaqa tachkacha oldik. Sababi tachkachamizga hamma narsamiz ketadi. Sizga uyingizga borib, mana bu narsa kerak, bu narsa kerak deb endi boshingizni qotirib o'tirmaymiz. Hamma narsani o'zimiz bilan aytamiz. Xudo xolasa ma'rakalarni chiroyli qilib o'tkazib berib, sizlarni rozi qilib, duolaringizni olib kelamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.